Silosni akalar zo'r arzon joyga keldik mana. Xudo xolasa, doni ham ko'p ekan, sariqligini ham qarang vobshe. 400-500 tonnaga yaqin yam ochildi, yangi dehqondan. 20 kilogramm, 20 kilogrammdan qoplangan akalar. Ahamiyat bering, qayerdan olsangiz, ko'pchilik 18 kilogramm qoplab ham 19 ming, 18 ming sotishyapti. Bu yerda to'liq 20 kilogrammdan Namanganga ketdi. Assalomu alaykum hurmatli bozor olami kanali muxlislari, hurmatli chorvadorlar. Bugun yakshanba 25-yanvar 2026-yil biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yangiobod Yangiobod qishlog'idamiz. O'sha metan zapravkasidan 2 kilometr, yarim kilometr. Ha, Yangiobod metan zapravkasining oldida yo'l bor, asfalt yo'l. O'sha yerdan kirganingizda 2 kilometr ichkarida Muhammad Rizo ukamiz yangi yamalarni ochibdi. Suv omborini, biqin akalar, suv omborini hamma bilsa kerak. Xudo xolasa kelsangiz lokatsiyani tashlab berishadi yoki texnikadan jo'natib olsa ham bo'laveradi. Zakaz donli silosimiz xudo xolasa shular syomka qilib doni vahsh ko'p ekan. O'zim ham akalar oldim xudo xolasa. Muhammad Rizo xudo xolasa bittaki bir 30 qop jo'natib olishadi. Assalomu alaykum Muhammad Rizo. Ukamizga chiqarganimizda kurukni oldida chiqaradi. Yaxshimi aka? Rahmat, o'zi yaxshimi? Silos zo'r ekan-a? Silosimiz zo'r, xudo O, namligida qarang, vahsh yo'q-da, qarang. Umuman yo'q. Bir tomchi suv yo'q. Men shunisiga ko'proq ahamiyat beraman. Nimaga deganda, xom o'rilgan bo'lsa, net o'rilib qolgan bo'lsa, tagiga suv polni chiqib ketadi. Shunday o'zi aka. Silosimiz zo'r o'rilgan ekan, o'ta ham mayna o'rilgan ekan. Yagovor ham mayna o'rilgan. Yagovor, buni qarang, donni qarang aka mana. Zo'r ekan. O'zim ham xudo xolasa bir 30 qop oldim. Akalar sizlarga ham tavsiya qilaman, addushi. Xudo xolasa zakaz bersangiz, dastavkasi kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab yetkazilyapti, ha? O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapti, xudo xolasa. Kelishilgan holda. Qancha qop soni ko'p bo'lsa, shuncha yo'l kirasi akalar tan narxi tushib boraveradi. Masalan, siz 50 qop 100 qop olsangiz, qo'ni qo'shnilar bitta qilib olsangiz, mana shu Isuzuga nechta sig'adi hozir shunga? 300 ta sig'ami? 400 ta sig'adi hozir aka bunga. 400 ta sig'adi mana. 3 ta 4 ta qo'shni bitta qilib olsangiz ham bo'laveradi. Yo'l kirasiga vobshe arzon tushadi. 20 kilogrammdan qoplanyapti. 20 kilogramm 18. Bu tomonda 20 kilogramm, nariga mana boshida 18 kilogrammga Bu qoplanyapti. zakazgami? Zakazga. Ha? Ko'pchilik zakazlar yem xonalar 18 kilogrammdan o'sha 18 kilolik olyapti. 18 kilodan beryapti, lekin narxi o'shanga yarasha bo'ladi, to'g'rimi? 18 kilo qilib turib 19 ming sotmasangiz kerak. Yo'q. Ha? Shunday. Bular 20 kilogrammdan akalar mana qoplangan. Bemalol har bittasi tarozidan o'tkaziladi. Mana bu hozir Namangan Chuska dedingiz, ha? Namangan Chuska ketyapti. Chuska ketyapti ekan mana xudo xohlasa. Sir bo'lmasa Chuskacha mana shu qancha ketib boradi? Hozir buni 20 ming yetib boryapti hozir. Uyga hozir gaz yo'qligini inobatga olish kerak. Gaz borlik paytda 600 ming, 700 ming ham ketyapti shopirlar. Hozir endi 1 milliondan teva ketyapti gaz yo'qlik hisobiga. Ha. Hozirgi paytda. O'zim texnikasi qopi 20 ming yetib boryapti, 20 kilogramm. Do'konga. Do'konga yetib boryapti. Bugungi kunda qanchalar qilib berasiz endi mana shu? Hozirgi kunda hoji aka 18 ming so'm sotyapmiz. 18 20 ming so'm. kilogrammligi 18 ming so'm. 18 kilolikni 16,5 ming so'm sotyapmiz. 16,5 ming so'm. Sizni kanalingiz obunachilaringizga xudo xolasa xayri bor 18 16,5 dan o'tib beramiz xudo xolasa. Shu bozor olamidan telefon qilyapman desa bo'ldi xudo xolasa. 20 kilogrammligini 18 dan o'tib berasiz, 18 kilogrammligini 16,5 dan o'tib berasiz. Kami bor ekan, ha? Xullas uni qancha necha qop olishingizga qarab turib kelishtirib berishadi. Ukamiz lekin silosni zo'r bosishgan ekan akalar. Keyin ko'p siloslar maydalari ham ketgan, pachaqlagan, mana qarab ko'rsatayapman yaqinda mana. Mana bunaqa pachaqlanganda akalar. Butunicha turgan yo'q hali xo'ja ko'rsinga. Mana bu ta'zim bo'lsa ham sal bo'lsa ham tezroq. Keyin o'ta ham zo'r pishirilgan holatda urilgan ekanda. Nam umuman chiqmabdi tagidan suv. Suv gram suvi chiqmaydi. Navalga ham beraverasizmi? Navalga ham beraveramiz hozir aka. Qancha qilib berasiz navalga? Navalga o'zingiz yuklab berishingiz. 8 so'm yuklab beramiz. 8 so'm o'zingiz yuklab berasiz, ha? 8 so'm yuklab beriladi. Masalan, Samarqand og'larga ham jo'natilyapti, ha? Ha, O'zbekistonga qayerga siz yo'l kirasiga kelishamiz, chiqarib yuboramiz. Furalarda ko'p olib ketishyapti akalar. Furalarga 1000 tadan oshiq botadi, ha? 1250 ta fura yuklanadi. Ha. Isuzularga patalar shu vohaga tarozi bo'ladigan bo'lsa 350 ta vaqt yuklashyapti. Ha. Xudo xolasa akalar silos zo'r. Bu ki yangi mol boqadigan chorvaga qiziqadigan akalar chirib ketmaydi. Aka buni qo'lingiz bilan teshib qo'ymasa yo sichqonmi yo ataylab teshilmasa, hozirgi kunda sharoitida 1,5 oy 2 oy turaveradi salqinda. Yozgi kunida endi 1 oy tursa, 1 oy turishi mumkin. Salqin joyda tursa bu ham. Agar quyoshda ochiq qolib ketsa, bu tezroq chiriydi. Lekin hozirgi qish sharoitida 2 oy turaveradi mana shu. Teshilib qolmasa bo'ldi aka. Havosini chiqarib turib bog'langan. Haqiqiy silosi zo'r ekan, lekin gap yo'q. O'zim ham oldim. Xudo xolasa sizlarga ham tavsiya qilaman. 20-30 so'raydiganda qo'ni qo'shnilar bitta nima qilib olsa ham bo'laveradi, arzon bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, bitta mashinaga 4 ta sherik bo'lsa ham bir mashina bo'ladi-da. Bir mashina bo'ladi. Labo bu kelsa, Laboga 50-60 ta sig'ami? Ha, Laboga 75 tagacha sig'adi. 75 tagacha sig'yapti. Mashalloh. Labo o'zidagi olib kelsangiz ham bo'ladi mana. Donlarni qarang, maydalanib ketgan. Donlari zo'r. Zo'r ekan silos mana.
Xudo xohlasa Aslida tavsiya normal qilaman. holatda pachaqlanganda Umuman ichidan nima deydi, atqut chiqmaydi akalar mollar. Chiqmaydi, Mayin sariqligini o'rilganda, yaxshi o'rilgan ekan. zo'r xudo xohlasa. Donlarni ham qarang. Donlari ezilib ham ketganda mana. Xudo xohlasa kelsangiz ko'zingiz bilan ko'rib olasiz. Yo'lga tushib qolsa Yajamonga yoki Andijonga, mana shu Qo'qon tarafga yo'lga tushsa, o'sha yo'lni bo'yida katta Ipak yo'lni bo'yida 2 kilometr ichkariga kirasiz, tekis asfaltdan kirib kelasiz. Hech qanaqa dala-dasha kirmaysiz. Asfalt yo'ldan kelasiz, kelib ko'rib, yuklab ketsangiz ham bo'ladi. Shunday. Yoki Navalgalik fermerlar akalarimiz bo'lsa, Navalga ham gaplashinglar akalar. Bu hozir 400 tonna bor bitta. Shunaqa 400 tondan necha ko'proq. 400 tonnadan juda ko'proq, ha. Xudo xohlasa. Masalan, sizga hozir Samarqanddan yo Buxorodan zakaz bersangiz, rad chiqib ketadimi? Mashina bo'lsa, xudo xohlasa hozir 15 ta odam ishlayapti nari beri, xudo xohlasa. 3 ta ayol bir kunda 1000 tagacha qoplayapti. Bu boringki 15 ta odamdan bir kunda 4000-5000 qop qoplanyapti. qoplanyapti, ha? Gap yo'q. Ana. Bunga hozir mana 400 taga yaqin sig'ar ekanda akalar. Bu 20 kilogramm ha bular, ha, hammasi. 20 kilogramm. Nari boshida 18 kilogramm. Bir-biriga qo'shilib ketmasligi uchun. Ha, u yerda ham bir ko'rsatib qo'yamiz hozir. Shunday. Bu yerda 20 kilogrammdan qopladi. Bitta hammasi 20 kilogrammdan. Men buni tekshirib ko'rib olaveradi akalar. Sizga hamkorlikda ishlashaman degan yemxonasi bor akalar chiqsa bo'laveradimi? Chiqsa bo'laveradi. Bozor olamidan chiqyapmansa 18 dan 16,5 dan kamaytirib beramiz. Kamaytirib beriladi, ha? Uni kelishamiz deyapti. Uni kelishamiz. Necha qop olishlariga qarab turib, kelishtirib tushib beriladi akalar. Mana yerda yana akalarimiz 18 kilogramm yuklashyapti ekan. Ko'pincha uni yemxonasi bor akalarimiz zakaz berishyapti ekan. Asosan dehqonlarga 18 kilo farqi yo'qda, 20 kilogrammga oladi hamma. Men masalan 20 kilogrammni ila olyapman. 18 mingdan xayri bor, donli varianti eng asosiysi tagida nam yo'q. Bo'lmasa buni tagida suv chiqib ketish kerak edi. Buni silos bosgan akalarimiz yaxshi bilishadi. Zo'r bosilgan ekan. Gidetda 35-40 metr joyga bosilgan ekanda. O'ta go'zal holatda bosilgan ekan. Hozir 18 kilolik joyda ham bir ko'rsatib qo'yamiz videoning oxirida. Laykni mixlab qo'ying, nomerlarni qoldirdik. Telefon qiling, xudo xolasa. Pastiyanni o'sha sezongacha yetkazib berasiz, borasiz-da. Yil 12 oy bizda xudo xolasa uzilmaydi. Uzilmaydi, ha? Yil 12 oy silos uzilmaydi. Asosan yo'lni bo'yida ko'p chiqaradi, o'sha kurukni yonida. Hozir Endi ba'zi yamalarni ochishdi-da. u videoda siloslar qopi oz ekan, yetmay qolsachi degan ekan obunachilarga. Hozir birdaniga ikkita yama qoplayapmiz. Endi aqa boshi uzoqroq. Bu bitta yamamiz Marg'ilon Qo'shtepada. Qo'shtepada. Bu yamamiz Bu ham narxi shunaqami? Bu ham narxi bir xil. Masalan, Marg'ilonda akalar keshitdan ko'rsa bo'laveradimi? Ha? Bemalol o'sha uni narxi bir xil. Bu narxi bilan bir xil. Holati kerak bundan ko'ra chiroyli naryoqdagi. Ha, telefon qilsa manzilni berasiz, o'taveradi. Xohlagan удобный. Xolasa bu yama ekesin, xolasa nariga yama ekesin. Qo'shtepada u. Gap yo'q. Aqda ham bitta kamar ishlayapti. Ko'raveramiz akalar hozir. Mana bu yerda akalar mana 18 kilogrammdan qoplashyapti. O'sha yemxonalarga, shahobchalarga masalan zakaz bersangiz 18 kilogramm. Qarang, 18 kilogrammniki mana 20 kilogrammlik qopga o'xshab to'la-to'la turibdi. Bu degani o'sha namligi yo'qda, ortiqcha namliga pul to'lamaysiz. 16,5 ming so'mdan berishyapti ekan, yana ko'proq qop olsangiz kelishadigan joyi bor ekan. Xullas xayri bor akalar. Xayriga sunnatiga o'tiladi. Aytganlari bo'lmaydi. Pastda raqam qoldirganmiz. Xudo xolasa. Xayriga. Xullas telefon qilaverasiz, hurmatli chorvadorlar. Xolasangiz 18 kilogrammligidan berishadi, 16,5 mingdan, xolasangiz 20 kilogrammligidan narigi tarafda qoplanyapti. Unisi 18 ming so'm. Ikkalasining ham xayri bor. Sog' bo'ling, pastda raqam qoldirdik. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Ko'rishguncha.